Shahlo, nogiron sakrab chiqolmaydi biror joyga. Tushib ketadi, hamma joyga tirmashib chiqadi, chunki kichkinaligida kimdir tepgan buni ko'chada, shuning uchun umurtqasi lat yegan. Shahloning bitta odati bor, tilchasini chiqarib yotadigan odati bor. Lekin shunday dardisar, shunday daydi bu, shunday joyida bu. Nima tilchangni chiqarasan? O'zi judayam odamlarni yaxshi ko'radi. To'g'rimi, Shahlo? Shahlo, tishlama, og'riyapti-ku. Shahlo. Shu kichkina mushukcha. Kichkina emas endi albatta, topganimda kichkina edi 1 yil oldin, aprelda. Hozir endi 1,5 yoshga to'lgan. Mushuklarni yoshida esa hozir 8 yoshli mushuk hisoblanadi. Mushuklarning yoshi bilan o'zi 1,5 yoshdagi mana shu model shahloshchamiz. Shahlo. Shahlosh. Voy, qaraklari ham kelmaydi. Shahlosh. Shunaqa asal mushukcha. Bo'ldi, uxladi endi. Turmaydi endi.